Bugun yurtimizda professional kasb-hunar ta'limi tizimini rivojlantirish, faoliyatga innovatsiyalarni qo'llash orqali rivojlantirilmoqda. Uychi tumanidagi 2-sonli texnikumda o'tkazilgan Kasblar festivali va ochiq eshiklar kuni tadbirida ayni borada yoshlar uchun yaratilgan imkoniyat va sharoitlar ko'rsatib berildi. Bugun mamlakatimizda yoshlarning bilim olishi, o'qib izlanishi uchun barcha sharoitlar muhayyo etilgan. Respublika hukumati tomonidan ta'lim tizimini rivojlantirish, mutaxassis kadrlar sifatini tubdan yaxshilash borasida keng miqyosli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, o'quvchilarni aniq bir yo'nalishda kasb egasi yoki mutaxassis etib tayyorlash maqsadida professional ta'lim tizimida izchil ish yuritilmoqda. Uychi tumanidagi 2-texnikum bugun ana shu imkoniyatlarni amalda namoyon etib kelayotgan kasb-hunar ta'limi maskanlaridan biri. O'tkazilgan Kasblar festivalida tumandagi mavjud umumta'lim maktablarining 9 va 11 sinf bitiruvchilari ishtirok etdilar. Tadbirda so'z olganlar texnikumlar xalqaro tasniflagich darajasiga mos keluvchi oliy va dual ta'lim bilan integratsiyalashgan dasturlar asosida kadrlar tayyorlaydigan maskanning o'ziga xos xususiyatlarini aytib, bugun ularning kasb egallashi uchun keng imkoniyatlar eshigi ochilganini ta'kidladilar. Texnikum yoshlari erishayotgan natijalar bu yerdagi ta'lim sifati va samaradorligidan dalolat. Axborot vositalar mashinalari va kompyuter tarmoqlari operatori yo'nalishida o'qimoqdaman. Men hozirgi kunda bu yerda ustozlar zamonaviy bilimlarga asoslanib darslar o'tishmoqda. Hozirgi kunda ustozlarimiz bilan birgalikda sun'iy intellekt bo'yicha darslarni o'tdik. Sun'iy intellekt bo'yicha sertifikatlar oldim. Kelgusida aravachalarni og'iz bilan boshqariladigan usulligini o'ylab topmoqchiman. Nogironligi bor shaxslarning ko'pchiligi oyoq qo'lda ishlamaydi. Shuning uchun og'iz bilan boshqarilsa, ular ham o'zlariga qulay, ham biror bir shaxs tomonidan yurishmaydi. Dars mashg'ulotlarini zamonaviy uslublarda o'tkazish uchun o'quv xonalari, o'quv amaliyotlarini tashkil etish uchun esa o'quv ustaxonalari zamon talablari asosida jihozlangan. 2024-25 o'quv yilida texnikumimizni tamomlagan 44 nafar o'quvchilarimiz oliy ta'lim dargohlarida o'qishni davom ettirmoqdalar. Qolgan bitiruvchilarimiz esa o'z sohalari bo'yicha faoliyatlarni olib bormoqdalar. O'quvchilarimizni haydovchilik guvohnomasi olishlari uchun ushbu o'quv yilida tashabbusli budjet loyihasi asosida avtodrom qurilishi amalga oshirildi. Tadbirdan ko'zlangan maqsad o'quvchi yoshlarga ta'lim muassasamizda yaratilgan sharoitlar bilan tanishtirish, qolaversa dars jarayonlari, o'quv amaliyotlari bilan yoshlarni tanishtirish va o'zlarini qiziqqan sohalari bo'yicha ularni ta'lim muassasamizga jalb etishdan iborat. Texnikum o'quvchilari Kasblar festivali ishtirokchilariga elektromontor, axborot vositalari, mashinalari va kompyuter tarmoqlari, avtomobillarni ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish, payvandlovchi, traktorchi, mashinist, tikuvchilik, avtotransport, temir yo'l va ombor logisti, avtomobil muhandisi, haydovchisi, texnik meliorator, veterinariya felsheri va laboranti kabi 10 ga yaqin ixtisosliklar bo'yicha 9-11 sinf bitiruvchilariga kunduzgi, sirtqi va dual ta'lim yo'nalishlari bo'yicha ma'lumotlar berishdi. Bugun ochiq eshiklar kunida o'zimizga yaratilgan yangiliklar, sharoitlar bilan tanishdim va ko'rib chiqdim. O'zimga kerakli sohani tanladim. Tikuvchilik, mashinasozlik, kompyuter xonalari jihozlanishi menga juda yoqdi. Kelajakda o'z o'rnimni topish uchun shu kollejga topshirmoqchiman. Yaxshi mutaxassis bo'lib, yurtimiz ravnaqiga hissa qo'shmoqchiman. Hozirda texnikumda 5 ta yo'nalishda dual ta'lim yo'lga qo'yilgan bo'lib, yoshlar o'qish bilan birga oilasiga daromad ham keltiryapti. Kompyuter sinflari, zamonaviy o'quv laboratoriya xonalari, amaliyot ustaxonalari, kutubxona, sport zali va 10 dan ortiq avtomobil turlari yoshlarning bilim va malakasini oshirish uchun xizmat qilib, ularga 45 nafar pedagog ilm-fan sirlarini o'rgatib kelmoqda. Ayni vaqtda 700 nafardan ortiq yoshlar tahsil olayotgan texnikumni joriy o'quv yilida 270 nafar o'g'il-qiz bitiradi. Navbatdagi o'quv yilida esa ushbu ta'lim dargohiga 480 nafar 9 va 11 sinflarni bitirgan yoshlar qabul qilinadi. Kasblar festivaliga kelgan yoshlar esa bu borada o'z tanlovlariga ega bo'lishdi.